Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir maxsus chaqiruv bilan xo'jalikka kelganmiz. Mana bu yerdagi qo'yga e'tibor beradigan bo'lsak, bu asli egizchi qo'y, sifatlari ham juda ham yaxshi. Faqat bu yerdagi muammo tug'ish bilan bog'liq bo'lgan muammo. Aksariyat egiz tug'uvchi arashan qo'ylarda bu juda ham ko'p uchrayapti hozirgi kunlarda. Ya'ni ko'pchilikka ma'lum, egizchi qo'ylarda asosan bachadonni ikkala shoxida bittadan bola shakllanadi. Shuni hisobidan tug'ish jarayonida ikkala bola ham bir xil paytda kelib qoladi. Qind dahliziga bir xil paytda kelib qoladi, tiqilib qoladi. Shuning uchun tug'a olmaydi. Hozir bu yerda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni meni fikrimcha ikkita bola birdaniga kelib qolgan. Hozir ko'ramiz yana ichkaridagi jarayonni. Xo'p, siz mana shu yerdan shuni ushlang. Bismillah. Ana nimani solish kerak agar yotadigan bo'lsa. Yotganda lekin qiyin bo'ladi, sabab tos yopilib qoladi-da. Endi qo'y o'zi turmagandan iloji yo'q, yutqizamiz, olib keling. Qancha vaqt bo'ldi aka bunga? Soat 12:30da mana shu boshlab suv tashlagan, suv ana ozgina tushgan. Soat 1:30da keldi uni. Jumada. Saidumar. Mana shu bitta narsaga e'tibor bering. Mana qarang. Mana bu oyoq orqa, mana bu oyoq oldi. Mana qanchasiga kelib turibdi? Ko'rdingizmi? Mana shu joyda tizzaga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Mana bu orqa oyoqniki, mana payi bor, tortuvchi payi bor. Mana bu oldi tizzasi. Mana shunga yaxshi e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun biz hozir buni ichkariga solamiz, iloji boricha aylantirish kerak. Bolani aylantirish kerak. Bunu oldin ko'rgansiz olasizmi? Shunaqa oldin tiqamiz. Oyog'ini tortishasiz. Orqa oyog'i bilan tortamiz, faqat ikkinchisini topishimiz kerak. Buklanib qolganmi yo ikkinchisini Buklanib qo'ygan? Buklangana to'shgan. Buni rost tortganmisizlar? Ha, tortdim. Ishib ketibdi-da. Ishib ketib, ishonch qo'l harakat qilmayapti. Endi Akmal aka, siz mana yechingda tepaga shimang. Mana tuymani yeching. Basroq. Bizga qo'y muhim. Qo'yda olib qolishimiz kerak. Iloji yo'q aka. Qani bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar. Qani, menimcha o'lik. Ancha bo'lganda. O'lik. Yo, tirik ekan, davay, ko'taring. Davay. Vo, mashalloh. Vo! Subhanalloh. Vo, Allohning qudratini qarang. Vo! Subhanalloh. Bunaqasi bo'lmagan aka. Gap yo'q. Yo'q. Gap yo'q. Gap yo'q aka, shuncha qiyinchilikdan keyin ham o'sha hidlanib ketgan, lekin bola tirigi. Voh. Gap yo'q. Qo'ziga nimaga hidlating, sekin onasiga. Hozir aka. Bismillah. Allohu akbar. Oldi ekanu? Ha, oldi. Yo'q, kalla ham joyida. Allohu akbar. Allohu akbar. Orqaga shib qolibdi-da. Suvni yo'q, suvni bering. Yo'q.
Mashina turib qo'yaman. Boshi yo'q. Jonivor. Qutulasan shuni. Adalga Yo, unda to'g'ri qochib ketib qolsa qiyin. yo'q, ha. Chama qilibsan. Mana qarang. Manshetga shunday qo'lingizni olib tursangiz, mana nima turibdi? Yelka turibdi. Mana. Mana shuni sekin bosing pastga. Voy, bular gap yo'q. Zo'r o'ngladingiz. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Yelka tomon turgan ekanda yelka. Mana ekanlik ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Gap yo'q. To'xtab, ehtiyot bo'lib turinglar. Ikkinchi oyoqni shunday chiqarib olsak, mana biz ikki yigitlar. Ko'rdinglarmi? Qani bismillah. Ya Alloh. Ko'taring. Bunisi ketib qolibdi. Bunisi o'lib qolibdi. Qo'chqorchami yo anaqa? Qo'chqor. Hurmatli kuzatuvchilar, mana agar e'tibor bergan bo'lsak, tug'ruq jarayoni deyarli yarim soatdan oshiq vaqt davom etdi. Ikkita egizak, bittasini mana birinchisini orqa oyog'i hamda ikkinchisini old oyog'i kelib qolgan. Buni sababi videoni boshida aytganimizdek, bachadonda ikkita shoxi bor, ikkita shoxda bittadan otalangan. Agar bitta shoxda ikkita egizak hosil bo'lsa, bular orqa-morqa keladi, bir-biriga xalaqit qilmaydi. Lekin ikkita shoxda alohidadan otalansa, tug'ish jarayoni bir xil vaqtda sodir bo'lganligi uchun bular tug'ruq yo'liga bir xil vaqtda tushadi. Shuning uchun anglashilmovchilik bo'lib qoladi. Unaqa paytlarda imkoni boricha tajribali bir qo'y tug'diruvchilarga yoki bo'lmasa veterinar mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Xudoning qudrati bilan mana tug'ruq deyarli qancha davom etgan? 4 soat davom etganmi? 4 soatdan oshiq bo'ldi. 4 soatdan oshiq vaqt, 4,5 soat oyog'i chiqqaniga o'sha 4,5 soat vaqt bo'lgan, lekin Xudoning qudrati bilan mana bittasi tirik chiqdi. Video davomida o'zlaring ham ko'rdinglar, biz ham dashi o'ldi deb o'ylaganmiz, chunki nafas olish, yurak urishlari yo'q edi. Ozgina harakatlar bilan Allohning qudrati bilan mana birinchi bolamiz tirik ekan. Tug'dirib oldik. Xudo xolasa, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga har doim eng yaxshi, eng sifatli sinlarimiz salomat bo'linglar.